Aziz tadbirkor do'stlar, aziz aloqa markazi xodimlari, aziz roplar deydimi, haligi savdo bo'lim boshliqlari, assalomu alaykum. O'zimni qisqacha tanishtirib o'tsam, savdo sotiq va servis sohasida qariyb 20 yildan beri faoliyat olib boryapman. Ismim Alisher Rustamov. O'zbekistondagi ishlagan kompaniyalarimiz Mediapark, Imkon, Texnomart, Kingsman kamida bittasini bilsanglar kerak. Undan tashqari distributsiya kompaniyalari mana Formen bor, Asko balonlar eshitgan bo'lsanglar kerak, Bonvi bor Qo'qondagi va shunga o'xshash katta kalibrdagi kompaniyalar bilan ish olib boramiz. Chet eldachi qattan bu tajribalarni orttirib kelgansiz. Giorgio Armani'ni menimcha tanimaganlar bo'lmasa kerak, Batmanning kiyimlarini tikib bergan, Batman kinosini ko'rgansizlar, menimcha ko'rgan bo'lsanglar kerak. Batman to'g'risida ham bitta hikoyam bor, vaqtim yetsa aytib beraman. Do'stlar, mana shu kompaniyalarda chet elda asosan ishlab operatsionniy menejer bo'lganman, ya'ni kompaniyani savdo sotiqi, o'sha savdo sotiqi qiladigan xodimlarni ishga olish, ularni tarbiyalash, rivojlantirish, ushlab qolish va kompaniyaga sodiq qilish, raqobat bardosh bo'lish borasida ishlaganmiz. Ishlagan mamlakatlarimiz Buyuk Britaniya, Londonda bevosita ishlaganmiz. Undan tashqari Saudiya Arabiston, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Kuvayt, Qatar va yana bir qator yaqin sharqdagi mamlakatlar. Shuningdek, Janubiy Afrikada ham faoliyat olib borganmiz. Qaranglar, mijozlarning telefon qilishini. Bo'lmasam darrov endi ishga o'tamiz. Mana mijozlar telefon qilganda 3 ta narsa muhim. Bu sizlarning birinchi darsinglar bo'ladi. Nomi, farosat, eng muhimi. Ikkinchisi munosabat, uchinchisi bo'lsa e'tibor. Do'stlar, bularni qanaqa ketma-ketlikda kelishini hozir oddiy kiruvchi qo'ng'iroqda sizga ko'rsatib beramiz. Qani, ketdik bo'lmasam. Aziz do'stlar, mana kiruvchi qo'ng'iroqlarning ham o'ziga yarasha odobi bor. Ko'plar bil qo'radi. Unaqa narsa yaxshi emas. Birinchi navbatda o'sha farosat, munosabat va e'tibor bo'lishi kerak sizda. Endi telefonni ko'tarishi odobini tushuntiring, qanaqa bo'ladi. Qani, uni amaliyotda ko'rsatib beramiz. Masalan, kompaniyaning nomini nima qo'yamiz? ABC kompaniya qo'yamizmi? Assalomu alaykum, ABC kompaniyasiga tushdingiz. Nima savollaringiz bor edi? Marhamat. Desangiz ham bo'ladi, lekin bu yerda ismingiz yo'q. Bu xato. Shuning uchun doim biron bir inson bilan suhbatlashayotganingizda operator 11, 21 degandan ko'ra o'zingizni, ismingizni aytganingiz ma'qul. Qani, endi boshqatdan qilamiz. Ana liniyaga kimdir telefon qilyapti deb tasavvur etinglar. Assalomu alaykum, ABC kompaniyasiga qo'ng'iroq qilishdingiz. Siz bilan aloqada operator Alisher. Nima savollaringiz bor edi? Marhamat. Assalomu alaykum. Mana mebel olmoqchi edim-da, sizda ko'ruvdim. O'shalarni narxlari bilan tanishib chiqmoqchi edim. Narx necha pul? Mana endi bu yoqda ozginagina munosabat va e'tibor berishinglar kerak. Munosabat degani mijozni tepaga ko'tarib qo'yinglar. Ha? Bizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun kattakon rahmat. Boshimiz ko'kka yetdi. Shunchalik bizani tanlab, eshitib qo'ng'iroq qilibsiz. Baraka toping. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, buni nomi e'tibor deb ataladi, do'stlar. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, siz uyingizni yanada hashamdor qilib, oilangiz bilan shinamgina hayot kechirmoqchi ekansiz. To'g'ri topdimmi? Uydagilarning ko'zida quvonch ko'rmoqchi ekansizda. To'g'ri. Onamlarga, adamlarga yangi mebel olib bermoqchiman uylariga. Baraka toping. Demak, ko'rganlarda, voy bolam, zo'r mebel olsam, baraka top deb duo qilishlarini istabsiz-da. To'g'ri topganmanmi ichingizni? To'g'ri. Xohlasa. Umrlari uzoq bo'lsa ota-onangizni, unda sizga 3 ta variantni aytib beraman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Ana shu variantlar ota-onangizni yanada xursand qiladi. Rahmat. Barakalloh. Do'stlar, ko'rib turganinglardek, mana mijozga o'zi nima qilganimni ham tushunmaganlar bor-da. Oranglar aniq o'tirganlar ham, ha, nimaga bu gaplar aytish kerak? Ha, deganlar ham. Do'stlar, mijoz mana ota-onasiga narsa olmoqchi ekan, munosabat bildirib qo'yinglar. Demak, ota-onangizni mana shunaqa qilib xursand qilmoqchi ekansiz, ko'zlarida quvonch yoshini ko'rmoqchi ekansiz deb yakuniy natija sotishga harakat qilinglar. Bu sizlarga beriladigan darsliklardan bittasi. Ya'ni mijozga nima sotishinglar kerak ekan? Yakuniy natija.
mana endi boshqacha masala bo'yicha telefon qilyaptilar deylik. Buni ham ko'rsatib beramiz. Mardonbek mana aloqadalar. Hozir xuddi boshqatdan telefon qilayotgandek qilib ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum. ABC do'koniga qo'ng'iroq tushdingiz. Siz bilan aloqada Alisher. Nima savollaringiz bor edi? Marhamat. Qarang, men ayolimni sahraniyega yotqizishim kerak edi. Siz o'sha men bu ona bola klinikasida qanaqa sharoitlari bor, o'shalar haqida ma'lumot bersanglar. Do'stlar, javob berishdan avval inson nima deganini sal hazm qilinglar. Bu yoqda emotsional bog'liqlik muhim mijozlar bilan ishlaganda va afsus O'zbekistonda kamyob bo'lgan narsa nomi empatiya. Bizda o'zi emotsional intellekt rivojlangani, lekin ko'p odamlar uni qo'llashga uyaladi. Emotsional intellekt degani bu birov nima his qilayotganini tushuna bilish va u nima gap eshitmoqchi bo'lganini bilish. Mana hozir mijoz aytib turibdi, adashmasam klinikaga telefon qilyapti. Endi bu ABC klinikasi deb olaylik, xususiy klinika. Sahraniyega yotmoqchi deyapti. Hozir bu odamda nima bor qalbida mana? Nima bunda azob bormi? Bunda qo'rquv bormi? Xavotir bormi? G'azabmi? Nima bo'lyapti? Bir o'ylab ko'ringlar o'zingizlar. Men o'ylaymanki, bu odamda xavotir bo'lyapti, to'g'rimi? Shuning uchun birinchi navbatda inson bilan gaplashganda nima qilamiz? Xavotirni yo'qotamiz. Yaxshi qilibsiz bizga qo'ng'iroq qilib, chunki bunaqa vaziyatda mutaxassislarga murojaat etish juda ham muhim. Hech narsadan xavotir olmang. Bizning vrachlarimiz 10 yildan ziyod tajribaga ega odamlar. Shunaqami? Shundan bir o'ylayotganimda, haqiqatan men ayolim meni birinchi marta tug'ishdi. Shunga tajribali yo'qmi deb o'ylayotgandim. Baraka toping. Endi e'tibor, ya'ni yakuniy natija sotinglar. Demak, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, tajribali shifokorlarga murojaat etib, ular to'g'ri davolanishni belgilab bersa, farzandingizni saqlab qolib, uni voyaga yetkazib, xudo xolasa, o'zingizlarga bitta qahramondek bolacha katta qilmoqchi ekansizlar, to'g'ri topdimmi? Ota-onasining duo oladigan bola bo'lsin debsiz-da. Baraka toping. Baraka toping. Do'stlar, endi keyingi kichkinagina darscha ismini bilib olish. Mijozni kelinglar, ismini bilib olishga harakat qilamiz. Ko'plar ismingiz nima edi deydi, ha? Bu yoqda chiroyli qilib, nima deydi, podacha degan narsa bor, ya'ni yetkazib berish. Kelinglar, shuni to'g'ri yetkazib beramiz. Hozir telefon qilganingizda sal anaqa hayajonlanib ketdim-da, sahraniyega yotqizmoqchiman deganingizga o'zimni ham tanishtirmagandirman. Ismim Alisher. Sizchi? Ismim Mardon. Mardonbek aka, familiyangizni aytsangiz yozdirib qo'yardim. Mardonbek Rustamov. Mardonbek aka Rustamov, ayolingizning ismlarini ham aytsangiz, vrachchi priyomiga sizni belgilab qo'yardim ikkalanglarni. Gulshoda. Gulshoda, familiyalari sizniki bilan bir xil bo'lsa kerak. Rustamova. Barakalloh, umrlari uzoq bo'lsin. Do'stlar, mana shunaqa qilib mijozni ismini bilib olsa bo'ladi. Endi masalan, mijoz narx-navolarni so'rashi mumkin yoki-da qimmat u deyishi mumkin. O'zi bitta mijoz vrach qabul qilishi nech pulga tushadi degan savol berishi mumkin. Bu yoqda qanaqa ishlaymiz? Ko'rsatib beramiz. Masalan, mijoz so'rayapti, o'zi vrachga hozir borib qabuli nech pul bo'ladi deb so'rayapti. Mana marhamat. O'zi mana ginekoloqdan konsultatsiya olish, birinchi ko'rinish nech pul bo'lyapti, Alisher aka? Xo'p, birinchi marotaba ko'rinish atiga 200 ming so'm bo'lyapti. Mijozda qaranglar, hozir mijozda nima bo'ladi? Ko'pincha endi qistab turgan bo'lsa, albatta keladi, muammosi yo'q. Lekin hozir bozor shunaqangi bo'lib ketganki, odamlar injiq, ya'ni iste'molchi injiq bo'lib qolgan, u sizni birov bilan solishtirishga shoshadi. Shuning uchun imkon boricha o'zingizlarda ham 3 ta paket qilib qo'yishga harakat qilinglar, mijozda tanlov bo'lsin, boshqalar bilan sizni solishtira olmasin. Endi mana uni keyingi mavzuda gaplashamiz. Hozir mijoz masalan, voy bu namuncha, unaqa qimmat deb qolsin. Ha, ko'ringlar-chi. Marhamat, 200 ming so'm. Qimmat ekan, sizda boshqa klinikada unaqa emas, lekin narxi.
Baraka toping. Mardonbek aka, sizni ham to'g'ri tushunaman. Hozirgi paytda o'zi bola qilish ham qiyin bo'lib qolgan, uni voyaga yetkazish bor, xarajatlari bor, o'zi har kuni vrachlarga qatnaysizlar, vitamin ol, u ol, bu ol bo'lib pul topish ham oson bo'lmay qolgan, xarajatlaringiz ko'payib ketgan. Shuning uchun hozir qo'rqayotgandirsiz. 200 ming to'lasam, bular bir martagina qabul qilib, hech qanaqa muammoyimni hal qilmasdan shunchaki chiqazib yuboradi va yana qaytib kelaman desam, yana 200 ming to'layman shekilli deb o'ylayotgandirsiz. To'g'ri topdimmi qalbingizdagini? Hozir kirsamda bir marta ko'rik bo'ladi. Men nima maslahat beradi, shuni davo topmaydi, shifo topmaydi deb o'ylayapman shu konsultatsiyadan keyin. Xo'p, aziz do'stlar, ko'rdinglar, mijozni tushunishga harakat qilish kerak, o'zingizni oqlab ketishga emas. Yo, bilasizmi, bizning vrachlar mamlaqa yoki bizning tovar mamlaqa imtiyozlariga ega deb, bunaqa xususiyatlarga ega deyish shart emas. Bu yoqda mijozni qalbidagi gapni siz og'zingiz bilan aytib berishingiz kerak. Qisqarog'ini qilamiz. Mardonbek aka 200 ming bo'lyapti. Birinchi ko'riklari. Qimmat ekan-ku. Voy, gapirmang Mardonbek aka, sizni ham tushunaman. Ko'chadan hech kim pul sipirib olmaydi. Endi qo'rqayotganingiz shu bir marta kelaman, keyingi marta keladigan bo'lsam, yana 200 ming olib qolishadi deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ya'ni nimaga? Chunki ko'p klinikalarda haligi 10 kungacha nima deydi, follow up deyiladi o'zi ingliz tilida. 200 ming to'ladingiz, 10 kunmi yoki 5 kunnimi yoki bir haftanimi ichida yana bir martalab kirsangiz bo'ladi. Aniq bir diagnoz qo'yib bergungacha. Ya'ni bu mijozga ham balki shuni tushuntirsak bo'ladi. Mardonbek aka 200 mingning ichiga nimalar kirishini aytib beraymi? Aytib bering, nimalar kiradi. Mardonbek aka 200 mingning ichiga 10 yillik tajribaga ega vrachimizning konsultatsiyalari kiradi. Birlamchi ko'rikdan o'tkazadilar, o'zlari yaxshilab tekshiradilar va analizlarni yozib beradilar. Sizni to'liq bir tashxis qo'yish uchun. Va bundan keyin siz yana qaytib kelasiz-ku, to'g'rimi? Tashxis nima bo'ldi, nima qo'ydi deb, u tashxisini bilib ketib, to'g'ri muolaja yozib berishlari uchun boshqa pul to'lamaysiz. Ya'ni o'sha 200 mingning ichiga 2 martalab kelishingiz ichiga kirib ketgan. O'rtacha 100 mingdan bo'lib tushyapti-da bitta kelishingiz. Bo'ldi, zo'r ekan-ku. Do'stlar, bu narsaning nomi dekompozitsiya deyiladi. Dekompozitsiyada narx ichiga nimalar kiryapti va imkon sari uni maydalatib etish kerak bo'ladi. O'zingizlar daftarchangizga dekompozitsiya deb yozib qo'yinglar. Xo'p, endi mijoz o'ylab ko'raman deb trubkani qo'yib qo'yadi deylik. Xo'p, Mardonbek aka, sizni ayolingiz bilan o'zingizni mana shu vrachimizni qabullariga bugunga yozdirib qo'yinglarmi yoki ertagami? Maylimi, men bir maslahatlashib ko'raylik. Ayolim o'zi bilan ham maslahatlashib keyin o'zim telefon qilarsam sizga. Xo'p, bo'ladi. Mardonbek aka, mana shu raqam o'zingiz raqamingiz, biz o'zimizda saqlab qo'yardik shunda. Ha, shu meni raqamim. Bo'ldi, bo'lmasam biz xabar olib turamiz, hammasi joyidami deb. Men ham bir og'iz hozir vrachlarga kirib, tayyor qilib etib qo'yaman. Vdruk bizga telefon qilib kelib qoladigan bo'lsangiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Mardonbek aka, ayolingizni mushkullari oson bo'lsin, tez orada qutulib olsinlar, yaxshi chiroyli, solih va soliha farzandlar ko'ringlar. Rahmat. Salomat bo'ling Mardonbek aka, ko'rishguncha. Rahmat. Xo'p, do'stlar, bu o'sha mijozni ushab qolishga harakat qilmanglar. Haligi bo'ldi, o'ylab ko'raman, boshqa narsa qilaman deganda, u usullarni qo'llashingiz shart emas, chunki qanaqadir illig'lik hali bo'lgani-yu. Endi bu mijozga chiquvchi qo'ng'iroq qilamiz. Va tanlovsiz tanlov usulini qo'llaymiz. Buni nomi aslida g'amxo'rlik deyiladi. G'amxo'rlik, eslab qolinglar, g'amxo'rlik. Mijozga g'amxo'rlik ko'rsatsak, u bilan bizning oramizda emotsional bog'liqlik paydo bo'ladi. Hozir endi chiquvchi qo'ng'iroqni ko'rsatib beramiz. 1-2 kun o'tdi, bu mijozga telefon qilib qaytarib olib kelishga harakat qilamiz yoki o'sha kunning o'zida. Qani ketdi, mijoz masalan trubkani olyaptilar, qolasangiz qaytadan o'zim qilaman. Qaytadan mana mijozga o'zimiz qilyapti. Bu yoqda mijoz bilan gaplashganda suhbatlashish odobi ham bo'lishi kerak. Alo.
Assalomu alaykum. ABC klinikasidan sizga qo'ng'iroq qilayotgandim. Bu yerdagi operator ismim Alisher. Siz bilan o'tgan kuni suhbatlashuvdik. Mardonbek aka, to'g'ri tushdimmi? Ha, to'g'ri tushdingiz. Hozir shundoq joyga kirib ketyotgandim. Srochniy joyida. Shuni bitirib keyin gaplashsak bo'ladimi? Ming bor uzr. Xo'p, bu yerda ikki xil usul qilsanglar bo'ladi, do'stlar. Aytsanglar bo'ladiki, bo'pti, unda qachon sizga qo'ng'iroq qiling deb. Bu noto'g'ri bo'ladi. Yana bitta usulni o'zingizni daftaringizga yozib qo'ying. Nomi tanlovsiz, tanlov deb ataladi. Ketdi, buni beramiz. Yana boshidan qilib beradilar, yana boshidan telefon qilamiz. O'zingizlarga ham bir yod bo'lsin, qo'ng'iroq qilish odobi. Assalomu alaykum, ABC klinikasidan qo'ng'iroq qilayotgandim. Registraturadan Alisherman. Bizga qo'ng'iroq qilganingiz 2 kun avval ayolingiz masalasida bir tekshiring deb qo'ng'iroq qilayotgandik. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, tuzumlar deb. O'zi Mardonbek akaga to'g'ri tushdikmi? Ha, to'g'ri tushdingiz. Shunda yagona darsga kirib ketyotgandim. Men hozir dokument qilyotgandim. O'shanga hozir gaplashyapman bilan bir pas turib telefon qilib olsam bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Mardonbek aka, avvalambor ishlaringizni muvaffaqiyatli bitirib oling. Boshlagan hujjatlaringiz xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Rahmat. Barakalloh. Mardonbek aka, o'ylab mana qilyapman-da shunga. Barakalloh, iloyim o'ngidan kelsin barcha qo'ygan maqsadlaringiz. Endi ko'p vaqtingizni olmayman Mardonbek aka. Bo'lmasam sizga qachon qo'ng'iroq qilaring? Bugun kechki payt ishdan keyin soat 5:30lardami yoki-da tushlikdan avval soat 7lardami? Kechki payt 5:30 yaxshiroq, chunki uyda bo'laman, bemalol ayolim ham yonimda bo'ladi, gaplashib olamiz. Ma'qul. Mardonbek aka, bo'lmasam bu raqamni saqlab qo'ying. Alisher klinika deb. Bo'ldi, Alisher klinika deb saqlab qo'yaman. Sizga uni ketidan SMS ham jo'natib qo'yaman. Agar favqulodda qo'ng'iroq qilib qoladigan bo'lsangiz, o'sha bizning raqam bo'ladi. Bo'ldi, rahmat kattakon Alisher aka. Rahmat kattakon Mardonbek aka, kuningiz xayrli o'tsin. Do'stlar, mijoz bilan ko'rdinglar, yana bitta bir usul tanlovsiz tanlov, ya'ni mijozga qachon qo'ng'iroq qilaydi deyilmaydi, qachon qo'ng'iroq qilsam ma'qulroq. Mana bunaqa vaqtdami yoki mana bunaqa paytdami degan bir jumlalarni ishlatsanglar, mijozga bir tanlov bo'ladi. Aslida ikkala tanlov ham sizni foydangizga, sizni manfaatingizga o'ynaydigan bo'ladi. Endi oddiy bir bilmadim, qanaqadir sizga mijoz telefon qilyapti, aytaylik, mahsulotda skidka so'ramoqchi bo'lyapti. Qanaqa ishlaysizlar u borada? Qani, buni ham bitta ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum. ABC mebel do'koniga qo'ng'iroq tushdingiz. Siz bilan aloqada Alisher. Nima savollaringiz bor edi? Marhamat. Qarayman internetdan-chi, Instagramdan Luxpalni mebelini ko'rib qoldim, reklamani. $670 ekan, komplekt skidka qilib beramiz. Qanaqadir o'tib beradigan joy bormi? Xo'p, avvalambor kattakon rahmat bizga qo'ng'iroq tushganingiz uchun. Chunki hozirdan mebelni o'ylamasangiz, qachon o'ylaysiz degandek, to'g'ri qaror qabul qilibsiz. Hozirdan chiroyli bitta mebel oling deb. Endi sizni to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, o'zi siz uzoq muddat xizmat qiladigan, uychilarning hojatini chiqaradigan, shinamgina, yumshoqqina, mazza qilib uyquni uxlatadigan, sizni haligi nima deydi, uyquga to'lib ishni zo'r bajaradigan qilib uyg'otadigan bir kravatli kerak ekan. To'g'ri topdimmi ichingizni? Ha, to'g'ri. Xo'p, endi skidka to'g'risida so'radingiz. Meni ismim Alisher, sizning ismingiz-chi? Mardonbek aka, tanishganimdan xursandman. Umringiz uzoq bo'lsin. Mardonbek aka, skidka qilib beramiz. Agarda bu spalniy garniturni oldiga televizorga tumba ham qo'shib olsangiz. Televizor tumbam bor-ku menda. Ha, mana ko'rdinglarmi? Albatta, agar usuli nimaga qaratilgan bo'ladi do'stlar, o'zi chekdagi mahsulotlarni sonini ko'paytirishga. Ha, bo'ldi, shuni o'zidan chegirma qilib beraman desanglar, bu sotuv emas va mahsulotning qadrini yo'qotasizlar. Shuning uchun tumba qo'shib bersak bo'ladimi dedim. Ya'ni tumba qo'shib sotib oling, shunda chegirma qilib beramiz dedik.
Endi mijoz shunaqangi yo'l tutyaptiki, u yo'q, tumba kerak emas deyapti. Tumba kerak emas bo'lsa, sizga mana bunaqa narsa bersamchi bo'lib qolishi ham mumkin. Bu noto'g'ri bo'ladi. Endi unga yana tanlovsiz, tanlov berasiz. Endi bunaqa usulni ham qilib ko'ramiz. Mardonbek aka, tumba kerak emas bo'lsa, rosa talashib tortishib oladigan odam ekansiz. Baraka toping. Shunaqa yaxshi ko'ramiz. Mana shunaqa mijozlarni. Mardonbek aka, endi baribir uy ro'zg'orda kerakli bo'ladigan ikkita yana bitta narsa bordi. Bitta pufik bor. Kiraverishda bemalol o'tirib, poyabzallaringizni kiya olishingiz uchun mehmonlar kelganda ham yoshi kattalar bo'ladi, o'tirib poyabzalini kiyib ketadi o'shanda. Ikkinchisi bo'lsa, kuxnyaga stol-stul. Ko'p odam sig'adigan, mehmonlar kelganda sizni obro'yingizni olib beradigan chiroyli stol-stulimiz bor. Qaysi birini o'zingiz tanlagan bo'lardingiz? Mehmonlarga qulaylikni qilgan bo'larmidingiz yoki sizga obro' olib beradigan stol-stulni qo'yib yuborgan bo'larmidingiz? Qaysi biri? Shuni skidka qilib berardik. Kuxnyaga stol-stul bormi sizda? Albatta. Kuxnyaga stol-stulni 3 turi bor, 4 kishiligi bor, 6 kishiligi bor va 8 kishiligi modul bo'lib ochiladigani, xon taxta ham bo'ladigani. Birinchisining narxi atigi 2 million so'm, ikkinchisining narxi 2 million 800 so'm, uchinchisining narxi 5 million so'm. Ana 2 million 800 ming so'mligini bir tushuntirib bera olasizmi? Ana materiali. Albatta Mardonbek aka, albatta hozir tushuntirib beraman. Do'stlar, bu yoqda langar usuli qo'llanildi. Ya'ni mijozga hech qachon bitta dona mahsulot bermanglar. Nimadir so'radimi, o'shani 3 xil variantini ko'rsatishingiz kerak. Nomi langar usuli deb ataladi. Buni biz professor Baxtiyor To'xtayevdan o'zimiz olganmiz va o'zimiz qo'llab ham kelganmiz. Juda katta kompaniyalarda bu ish bergan bir instrument bo'lib hisoblanadi. Langarning ma'nosi shundaki, siz 3 ta mahsulot berganingizda, taqdimot qilganingizda biri ikkinchisiga yaqinroq narxda bo'ladi. Masalan, 1 million va 1 million 300 ming. Ikkinchisi bo'lsa 2 million bo'ladi. Ya'ni uchinchisi 2 million bo'ladi, ya'ni qimmatroq bo'ladi. Odam o'shani langar deb biladi. Langar degani yakir degani katta kemalar bo'ladi-ku, kemalarda zanjirga bog'langan mana temirli narsa bor-ku, dengiz tubiga tushib ketadigan. O'sha kemani joyida ushlab turadi, to'g'rimi? Aylanib turadi, boshqa joyga sizib ketmaydi. Mana shu narsaning nomi langar deyiladi. Bu yoqda mana shu mijozimiz boshqalar bilan bizni solishtirmasin deb o'zimizning narx atrofida solishtirishni ta'minlab beryapmiz. Shuni nomi langar usuli deb ataladi. Va ko'rdinglarki, mijoz o'rtadagi narxni tanladi. Endi bu yoqda mijozda nima paydo bo'lishi mumkin? U ko'rolmaydi-ku, qo'ng'iroq qilyapti-ku. Nima qilsak bo'ladi bu mijoz bilan? Mardonbek aka, mana shu raqamingizda Telegram bormi? Bor. Xuddi shu raqamda Telegramim bor. Baraka toping. Mardonbek aka, unda sizni ham vaqtingizni ko'p olmaydi. U yoqda sizga video obzor qilib, shu stol-stulimizni ko'rsatib jo'natsam-da va suhbatni o'sha yerda davom ettirsak, ko'rib gaplashgan baribir boshqacha bo'ladi-da. Nima deysiz Mardonbek aka? Bo'ladi. Даже anaqa o'zi showroominglarga ham bir borsam deb anaqa qilaman. Telegramda qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Qanday ko'rardim, maslahatlashardim-da, ko'rsatardim videolarga ham. Keyin bir showroomga ham borish niyat bor o'zi sizlarni. Barakalloh. O'sha yerda men sizga lokatsiyani ham tashab qo'yaman va showroomdagi bor mahsulotlarni ko'rasizda, yanada ishtiyoqingiz oshadi kelishga. Xo'p, rahmat kattakon. Sizga rahmat. Mardonbek aka, xayrlashishimizdan avval shu raqamni Alisher Mebel deb yozib qo'ying o'zingizda. Alisher Mebel. Ha. Ajoyib ekan. Barakalloh. Salomat bo'ling Mardonbek aka, rahmat. Xo'p. Do'stlar, mana mijoz bilan hozir bitta yana fishka berildi. Doim ismingizni o'zingizni sohangiz bilan bog'lab qo'ying. Alisher klinika, Alisher mebel, Alisher turfirma, Alisher avtosalon, Alisher kiyim, Alisher kostyum shim, Alisher barber shop, Alisher operator, Alisher falonchi, Alisher pismadonchi. Nimaga bu kerak? Bu odam chunki har xil kompaniyalarga telefon qiladi, keyin esidan chiqib ketishi mumkin. Kim bilan suhbatlashgani va telefonni qidirib o'tirganida sizni aynan topa olmaydi, chunki siz ko'pincha ismingizni yozdirib qo'yasiz, bu noto'g'ri bo'ladi. Endi bu mijozni
haligi eslatishga bir qo'ng'iroq qilamiz, ha? Eslatishga qo'ng'iroq qilyapmiz. Bizdan mebel olish kelish kerak edi-ku, to'g'rimi? Qani bo'lmasam, trubkani oladilar. Boshqatdan qo'ng'iroq qilamiz. O'zi qiziq bo'lyaptimi do'stlar? Bir ikkita instrumentlar oldinglarmi? Daftaringlarda bormi hech bo'lmasa ikkita instrument? Yo'q bo'lsa, demak boshdan ko'rib chiqishinglar kerak bo'ladi. Alo. Assalomu alaykum. ABC mebel do'konidan telefon qilayotgandim. Sotuvchi ismim Alisher bo'ladi. Mebel to'g'risida stol-stullarni jo'natgan edim suratini. Mardonbek aka to'g'ri tushdimmi o'zi? Ha, Alisher aka to'g'ri tushding. Endi do'stlar qaranglar, bu yoqda hol-ahvol so'rash ham muhim. Mardonbek aka, salomatmisiz? Toshkentdamidingiz o'zi? Ha, Toshkentdaman, Toshkentdaman. Baraka toping. Allohga shukr, rahmat. Mardonbek aka, bugun vaqtingiz qanaqa bo'ladi? Mana shu soat 2 larga kelsangiz, bitta kofe ichib, birato'las tanishib olardik. Yoki-da ertaga ertalab kelasizmi? Bitta kichkinagina choy damlab, o'tirib, mebellarni ham ko'rsatib berardim. Qaysi biri sizga qulayroq bo'ladi? Endi qarang-da, bu yerda hozir men ko'rdimda Instagramingizda hozir siz skidka qilyapsizda, boshqa qilyapsizlar. Uchiz kurtgacha o'shanga o'ylab turdim-da, hozir borsam shuncha kutib qolamanmi, keyin ayolim bilan boraman deb shunga. Aynan shuning uchun ham aytayapman-da, Mardon aka, bizada vaqt belgiladik-ku, xolasangiz kunduz kuni 14:00 da yoki kechki payt 17 dan o'tgandan keyin. Chunki mana shu vaqt bo'yicha biz qabul qilamiz. Shunda sizda hech qanaqa tirbandlikka duch kelmaysiz. O'zim sizni shaxsan kutib olib, xudo xolasa choy ichib, gaplashib, birato'lasi qaror qabul qilish kerak bo'lsa, o'shani osonlashtirib bermoqchi edik. O'zingiz nima deysiz, Mardonbek aka? Qaysi vaqtda kelishingiz sizni yozib qo'ysam, tirbandlikka duch kelmaysiz. Ertalab soat 9 ga qilamizmi yoki kechki payt soat 6:30 ga qilamizmi? Kechki payt 6:30 ga ishdan chiqib sirada o'taman. Bo'ldi, Mardonbek aka, bo'lmasam yana bir bora sizga Telegramda yozib qo'yaman va sizga lokatsiyani jo'natib yuboraman. Xo'p, rahmat Alisher aka. Rahmat sizga ham, salomat bo'ling, kuningiz xayrli o'tsin. Xo'p, do'stlar, mijoz bilan suhbatlashganda tanlov ko'p ishlatinglar va o'sha nimaga tanlov qilayotganingizni sababini aytinglar. Ya'ni men sizni o'zim shaxsan kutib olaman yoki o'sha paytda bizning rahbar bo'ladi yoki o'sha paytda bizning tovarlar kelgan bo'ladi yoki o'sha paytda yangi haligi kolleksiya kelgan bo'ladi yoki o'sha paytda eng ko'p vrachlar klinikada bo'ladi degan jumlalarni ishlatib turib, yanada baquvvatlashtirsanglar bo'ladi, tanlovsiz tanlov. Endi dekompozitsiya usulini qilamiz. Mijoz kelib ko'rib ketdi, lekin olmadi hech narsani. Masalan, mijoz aytayotdiki, o'ylanib turibdi-da. Bu yoqda dekompozitsiya usulini qo'llaymiz. Haligi mebelni nimaga olmaganligini endi bildik, balki narxidadir muammo, etmaydi buni. Hozir dekompozitsiya qilib ko'ramiz. Mardonbek aka. Alo, ho'ladi. Mardonbek aka, o'sha mebelni endi ko'rib ketdingiz, o'zi ko'rishib juda xursand bo'ldik. Nimadir sizni to'xtatib turibdi-da, shuni olgani ancha bir yo'lib ketganingizga o'zi savollaringiz yaxshimi deb bir xabar olib qo'ying ham deyotgandim. Rahmat eslatganingiz uchun. Barakalloh. Shu ozgina o'ylanib turibman-da, shuncha pulga olsam, keyin anaqada ro'zg'orga qiynalib qolmaymanmi deb bir anaqa qotdim-da. Gapirmang Mardonbek aka. Turmayman deb yig'ib keyin olaymi deb. Barakalloh. Mardonbek aka, shunda siz 2.800.000 lik variantini tanlaganingiz, to'g'rimi? Ha. Do'stlar, bu yoqda dekompozitsiya usulini qo'llaymiz. Yaxshilab eshitinglar, kalkulyatorni doim ochib ishlashinglar kerak. 2.800.000. O'rtacha odam mebelni necha yil ishlatadi? Masalan, meni uyimdagi mebel bir 10 yildan beri bor. Kimnidir uyidagi mebel 20 yildan beri bor. Kimnidir mebeli 3-4 yilda eskirib qoladi. Endi o'rtacha mayli shuni 5 yil deb olaylik. 5 yil 1825 kun bo'ladi adashmasam. Hozir qilib ko'raman. Avvaldan buni yechib ko'rishga 365 ni ko'paytiramiz. Nechiga? 5 ga. 1825 kun bo'layotgan ekan. Mebelimiz 2.800.000. Mardonbek aka, sizga bitta qaror qabul qilishda yordam bermoqchiman-da, bo'ladimi?
Mardonbek aka, endi siz ham mebel olayotganda buni 1 oy 2 oy ishlatmaysiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin oilangiz baxtli bo'lishini ham xohlaysiz. Shu mebelni ustida o'tirib, shu stulda chiroyli choylar qilib, amerikanskiy kinolardagi nonushtalarni o'tkazishni istasangiz kerak, to'g'rimi? Конечно. Barakalloh. Undan tashqari mehmonlar kelganda ham voy bu rosa bir shinamgina mebel olishibdi deb bular deyishini ham istasangiz kerak, to'g'rimi? Ha, 100%. Barakalloh. Unaqa bo'lsa, Mardonbek aka, men sizga buni sotib oling degan bo'lardim. Lekin to'xtab turing. Buni hisoblab beraman sizga, boshqachasiga qararingiz ancha oson bo'lsin deb. Mebelni o'rtacha o'zingiz necha yil ishlatgan bo'lardingiz? 5-6 yil. 5-6 yil bo'ldi. 2.800.000 bo'lsa, buni har kuni ishlatasizmi mebelni, xudo xolasa? Ha, endi har kuni ishlatiladi. Ha, stulni har kuni ishlatasiz. 5 yil bo'lsa 1825 kun bo'lar ekan. Mardonbek aka, mebelni bir kun uyingizda turishi necha pulga tushishini aytsamchi, o'zingiz kulib olasiz. Aytaymi? Aytingchi. 1500 so'm, 1.5 so'm. Mardonbek aka, mana shu baxt olib kelishi, shinamlik berishi, uyi remontini yanada ochadigan bo'lishi 1.5 so'm kuniga tushar ekan sizga. Mardonbek aka, bitta savolim bor deb, 1.5 mingga bitta butilka suv beryaptimi? Yo'q, 3 so'm. Bitta buxanka nonchi? Yo'q, bermaydi. Hay yashang. Qarang, siz 1.5 mingga 6 ta odam o'tiradigan, maza qilib taomlanadigan, hamma odamni nimani bitta xonada yig'ishga qodir bo'lgan bitta haligi baxt vositasini sotib olasizda, nahotki 1.5 mingga arzimaydi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? To'g'ri aytasiz. Xo'p, do'stlar, endi mana shu joyda biz upsell qilamiz. Undan ham baland narxlisini sotamiz. Mardonbek aka, o'zi qarangda, ana 5 millionlik variantini ham ko'rdingiz-ku, 8 ta odam sig'adigan deb. O'sha 5 millionlik variantni ham bunda mana shunaqa hisoblab ko'rsak, 1825 kunga bo'lsa, 2700 so'mginaga tushayotgan ekan. 2700 so'mgina kuniga. Oradagi farqi bir aytaman sizga, 1200 so'mgina bo'lyapti. 1200 so'm farqi evaziga siz Gentra emas, Malibu olyapsiz. 1200 so'm farqiga siz Captiva emas, Land Cruiser Prado olyapsiz. Unga 8 ta odam ham sig'adi va u xon taxtaga ham aylana oladi. Xon taxtaga aylansa, undan-da ko'p odam sig'adi. 10 tagacha odam bemalol sig'ib ketadi. O'zingiz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz, Mardonbek aka? Orada 1200 so'mgina farq bo'lsa, 6 ta odam sig'adigan stulmi yoki uzoq muddat xizmat qiladigan, xon taxta bo'la oladigan, ochiladigan, kattakon hashamdor stol tanlagan bo'larmisiz? Oradagi farq 1200 so'm bo'lsa, Mardonbek aka? Endi olganga yarasha kattasini olish kerak, baribir 5 yilga bo'lsa, odamlar keladi, mehmon keladi, ko'payishamiz biz. Ha, baraka toping. O'zingiz aytib berdingiz mana. Mardonbek aka, bo'lmasam gapni uzaytirmaymiz. Sizni yoningizga bugun o'zim o'tishga harakat qilaman yoki bitta savdo menejerimiz shartnomani olib boradilar va sizni mebelingizni tayyorlashni boshlaymiz. Shuning uchun nechida boringlar bugun? Soat 6larda kechki payt borsak bo'ladimi yoki soat 8:30lardami? Kechqurun o'sha 6lardan keyin kelsanglar, kakras uydiga o'sha o'lchamini ham qarab anaqa qilardinglar. Bo'ldi. Mardonbek aka, bo'lmasam bizga lokatsiyani jo'natib qo'yasiz, hozir sizga Telegramdan yozib yuboraman. Qolgan suhbatni o'sha yerda davom ettiramiz. Xo'p, rahmat. Rahmat kattakon. Kutaman. Salomat bo'ling. Aziz do'stlar, bu yoqda Sokrat usuli ham ishlatildi. Mijozdan ha degan javobni ko'p olib turish kerak, lekin yo'q deb bo'lmaydigan savollarni berish kerak. Bu yana bitta instrument Sokrat, ya'ni mijozni o'zi rozi bo'lishi kerak shu narsaga pul to'layotganiga. Ya'ni nimaga? Chunki unga ertaga yaqinlari, do'stlari, "Voy, nima buncha pulga olding?" deganda siz aytgan 3 ta savol bor-ku, o'shalarni u javobini haligi tanqid qiluvchi odamlarga aytib beraman. Men ham xohlayman amerikanskiy kinolardagi zavtrak haligi nonushta qilishni. Men ham xohlayman uzoq muddat xizmat qilib beradigan narsa olishni. Men ham xohlayman mehmonlar kelganida, "Voy, bu zo'r narsa olibsan-ku" deyishligini istayman. deydigan jumlalarni u o'zini ana shu ichqoralariga aytib berishi mumkin bo'ladi.
Do'stlar, mana shu chiroyli notada bugungi o'ylaymanki foydali bo'lgan mashg'ulotimizga yakun yasaymiz. Olgan instrumentlarimizni asta-sekin sanashga harakat qiling. Oxirgisi mana dekompozitsiya usuli bo'ldi. Bu qimmat bilan ishlash bo'ldi. Chegirma bering bilan ishlash bo'ldi. Chegirma bering o'tmagandan keyin tanlovsiz tanlov bilan ishlash bo'ldi. Mijozni esida qolishga harakat qilish bo'ldi. Va munosabat o'rnatish, farosat to'g'risida suhbatlashdik. Keyin bo'lsa yakuniy natija sotish muhimligini ta'kidladik va eng muhimi Sokrat usuli ham bo'ldi. Do'stlar, bunaqa instrumentlar juda ko'p. Mana shu yarim soat ichida sizlarga yetkazib berish qiyin. Agarda sizlar ham xohlasanglar, mana biz bilan bitta bir auditoriyada o'tirib, ko'pchilikning ichida mana shularni jonli, yanada ko'p instrumentlar olib, raqobatbardosh bo'lish, mijozlaringlarni yo'q bo'lib ketganlarni qaytarib olish, lidlarni to'g'ri обработка qilib, ularni savdogacha olib chiqmoqchi bo'lsanglar, konversiyani oshirmoqchi bo'lsanglar, chekdagi bitta emas, ikkita mahsulotga ko'paytirmoqchi bo'lsanglar, bitta zo'r taklifimiz bor. Bir kungina bo'ladi, lekin to'liq kun bo'ladi. Bilasizlar, men kursni ko'p qilmayman, chunki konsalting xizmatida ishlaymiz. Konsalting xizmatimiz $12,000 dan boshlanadi. Lekin tadbirkorlarga yengilroq bo'lsin deb bir kunlik qilyapmiz, bir kunlik yig'ilsanglar bo'ladi. Atigi $60 dan boshlanyapti. Ikkinchi paketimiz bor $80, uchinchi paketimiz bor $100 atigi. Nimada farqi bor deysizlarmi? O'sha langar usulida, bilasizlar-ku. Birinchi paket bitta dona rahbar uchun, o'sha aloqa markazi rahbari bo'lsangiz, kelsangiz bo'ladi yoki biznes rahbari bo'lsangiz, kelsangiz bo'ladi. Ikkinchisi rahbar va xodim kelsa bo'ladi. Ha? Bitta paketning ichida ikkita odam bemalol kelsa bo'ladi. Uchinchi paket o'zingizlar topinglar, nima to'g'risida bo'lishi mumkin. $100 bo'lyapti, ichiga 3 ta odam kiritilgan. O'zingiz yoningizdagi bitta rahbarmi yoki top xodimingizmi yoki yoningizda bitta tadbirkorni o'zingiz bilan oling, unga ham yordam bering. Ya'ni savdolarni qilolmay yurgan bo'lsa, undan duo olasiz. Qarang, yakuniy natija sotyapman, duo olasiz deb. Do'stlar, mana shu yerda ham langar usulini qo'lladik. 3 ta paket berib, o'zingizlar qaysi birini tanlagan bo'lardinglar, bizga albatta yozinglar. Mana shu chiqib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Bu raqamda Telegram ham bor. Telegramdan yozsangiz ham sizlarga paketlarni aniq lo'nda qilib tushuntirib beriladi va dastur sizga jo'natib qo'yiladi. Dasturimiz to'liq kun bo'ladi, ertalabdan kechgacha, soat 10 dan to 17:00 gacha hamma shart-sharoitli bo'ladi. Xudo xolasa, niyatimiz shu. Taomlanish, choy-poy ichish, kofe-pofi hammasi ichiga kiritib qo'yilgan. Sizlardan faqatgina bitta qadam tashlash qoldi. Endi shu qadamni ham tashlamasanglar, qanaqa odam bo'ldinglar o'zinglar? Oldinga yurish, yurmaslikni sizlar hal qilasizlar. Biz bo'lsa shunchaki eshikni ochib qo'ydik. Do'stlar, bizga qo'ng'iroq qilinglar va shaxsiy xabar jo'natinglar. Qolganini o'sha yerda maslahatlashib olamiz. Rahmat.